Assalomu alaykum. Bugun qanaqa ovqatlanasiz deydigan savolingizga javob bermoqchiman. Ertalab uyg'onishim bilan 2 stakan issiqdan iliqroq suv ichaman. Va suv ichganimdan keyin qornimni to'q tutadigan oqsilli narsa yeyman. Например, 2 ta tuxum yoki bo'lmasam ovsyankali kasha. Obedgacha faqat suv ichib yuraman va obedda yana 1 stakan suv bilan obedimni boshlayman. Diqqat qiling, muhim joyga keldik. Ovqatlanish tartibi qanaqa bo'ladi? Birinchi o'chirda ovqatlanishimdan 15 daqiqa oldin suv ichaman. 15 daqiqadan keyin kletchatkali salat yeyman. Kletchatkali salat bu pomidor bodrelli, ko'katli salat bo'lishi mumkin va undan keyin bo'lsa ovqatlanaman. Obeddan o'tganimdan keyin yana kechgacha, kechki payt soat 6 gacha faqat suv ichib yuraman. Va kech payt bo'lgandan keyin yana xuddi shunaqa birinchi suv ichaman 15 minut oldin, undan keyin salat yeyman, undan keyin ovqatlanaman va mana shunaqa qilib men hamma narsa yeb bemalol ozaman. Muhim joyga yetib keldik. Hamma ovqatlarni podrяд yeyaverasizmi deydigan qizlar uchun ham sizlar hamma ovqatni podrяд yeyman. Faqat istisno sifatida xamirli va juda yog'li, og'ir bo'lgan ovqatlarni 10 kunda bir marta ratsionimga qo'shib boraman. Yog'li ovqatlar qaysi deydigan bo'lsanglar, oshni ham yog'li ovqatlar qatoriga qo'shsa bo'ladi va oshni ham 10 kunda bir marta yeyman. Qizlar, o'zimga ruxsat beraman va nonga keladigan bo'lsak, основной qora non yeyman. Lekin agar sizlar nonsiz turolmaydigan bo'lsanglar, nonni ozgina porsiyasini kamaytirib, faqat ertalab завтракka jadar unidan non yesanglar bo'ladi. Qaymoq, tvorog, shunga o'xshash sutli mahsulotlar bilan bemalol ertalab non yesanglar bo'ladi qizlar. Sahifamga obuna bo'lsangiz, ozish bo'yicha yana juda ham ko'p ma'lumotlarni sizga tekin yo'llashib boraman.